Assalomu alaykum azizlarim. Biz hozir razbor jarayoni, ya'ni tahliliy seans jarayonini yakunladik. Razbordan holat qanaqa? Razbordan keyin yaxshi holat, ancha yengil bo'ldi. Biznesda tikkan pullarim nima bo'lgandi, yo'qqa chiqqandi. Mana shu razbor tugaganda telefon bo'ldi. Pullaringiz qaytyapti deganlar bilan razborning natijasini Zo'r. Sizdan keyin shu qizimdagi o'zgarishlar yaxshi, ancha yaxshi tomonga o'zgaryapti. O'zi uchun o'zi harakat qilyapti, ichki ishlari Kamaygan. O'zingizda nima natija? Mana shu konsultatsiya olganingizdan keyin, razbor olganingizdan keyin o'zingizga nimada o'zgarishlar bo'lyapti? O'zimda shu xursandchilik, Energiya. energiyaga to'yinib